Xiddi haqqi jardi lekin. Shartuz Qabajon. Shartuz Qabajon. Chunki men Tojikistonda любой mohyalarga dastavkam bepul. Ali ko'mirchi, do'stim, iltimos, mana shuni ong. Qaysini? Bo'ldi, ko'rdik. Bo'ldi, iltimos. Nima qilaman bu telefonda? Aynan, bu telefon Pulim yo'q mening. men sizga buni bepul beraman. Chin ko'ngildan Ali ko'mirchiga yuk jo'natadigan odamlarga bu. Buga nima yana biron magazinda bor savdo qilish emas. Meni magazinimga kelish shart emas. Bu telefonda любой odam Tojikistonga yuk jo'natsa, mendan sizdan faqat 500 kilogramm sizga yuk bersa, mana shu telefonda shu odamga podarka qilasiz. Agar u bizda 500 kilodan jo'natkich odam ko'p chiqadi. Masalan 10 ta chiqdi. Keyin qaytamiz. 100 ta bo'lsin. Mana shu telefonni har bittasiga shuna bitta men lichna o'zim siz bilan birga borib yukni olayotgan payti 500 kilo shuni tortdimi? Shuna shu telefonni beraman. Shu bugunda o'zida 500 kilo 3 ta bola, 3 ta jo'ra jo'natdi-da, 3 ta jo'ralar jo'natdi. 500 kilo. Buni qaysi kunga emas, buni men shu bugunda o'zida yig'ib chiqdim. Faqat 16-apreldan mencha o'zi 1-2 tonami qoldi. 3 ton qoldi. 3 tondan qoldimi? 3 tonna qoldi. Tamam. Уже skora yuklar yo'lga chiqadi. Jo'natiladi, tom. 3 tonnada bo'lsa 500 kilodan 6 kishi soyib bo'lib qoladi. Biz paskani jo'natamiz. Любой tasqimdan teledan ushladik. Kimda agar 500 kilo 3-4 kishi bo'lib bitta joydan 500 kilo ortadigan bo'lsam, tom bitta telefon jahon magazinidan bor. Lichna o'zim o'zi boradi. Shuni olib beraman o'sha odamga. Xohlasa meni magazinimga kelib, meni magazinimda shu telefonni shuni bepul olib ketsin. Faqat Aliga telefon qilib kirish orqali kelasizlar. Mana shu jahon magazini Jahongir Jo'xa hamma taniydi. Necha yillik mening jigarim, do'stim 6 yil bo'ldi-da. Mana shu 6 yil ichida men shu bolaga vobshe 5 ketamanki, mana shu faqat oldimda turibdi-da. Haliga nima deydi? O'zingniki emas, vobshe boshqa kelib turib, podдержка qilib qo'llab-quvvatlaydi. Men shunisiga 5 ketaman, ardishi. Aynan. Bu narsa sizda ham bor, menda ham bor. Xuddi shunday. Bu narsaga e'tibor bermaymiz. Xudo xolasa qanaqa niyatlarimiz bor. Mana shu qarangda, Shartuz Qabajon siz bilan video qilgandan keyin xiddi haqqi jardi lekin. Shartuz Qabajon. Shartuz Qabajon. Chunki men Tojikistonda любой mohyalarga dastavkam bepul. Da. Lenskiy rayon o'zimizning laqaylar Lensklar vobshe jardi. Lenskdagilar lekin meni zo'r podдержка qiladi. Haqiqiy do'stlarga shu videoni jo'natib, like bosib qo'yinglar. Bilsin qanaqa ekanligini. Hamma omad.